uxlamaydı. Hay. Ha amma. Ha. Ha xislatma. Bir iş oldu mu balam? Bugün atla bayramı ekan go. Ha. Oy endi isingi keldi mi? Balam, dadanglıgıça ancha-muncha ko'ngil bilib qo'yinglar. Oy sizlarga xizmat muhimmi, dadanglar muhimmi? Oy bu nima degani hamde? Canım balam. Ma dadanglıça yaşınıp kaldı. Apanglar texi yok. Ha, hemmişnin ödüsün öz yalğız çıkıp bulanmaydı. Hay. Ba dadanglarning hali ne? Ancha-muncha so'rab qo'yinglar. Keyin yig'ilgan bilancha o'rniq tushmaydi. Voy dadanglar sizlarni mushunchalar cho'nqig'icha qanchalik japatatdi, ha? Ay can amma, bunda desen qandaq bo'ldi? Bizmi ko'ngil bo'lyapmiz go. Ha, gaplarni qilib. Bo'ldi amma, kech deyishaylik bo'ldi qolgan gaplarni. Jumo, aldirashdim, xo'sh. Hey, xislat. Hey, xislat. Gap qilsam telefonni qo'yib aytganima juvay nimakni. Undaq adam nima ish qildiki menga telefon urib? Direktor. 3 kundan keyingi uchrashishni bugun kechga o'zgarsa qandaq? Bayram ishim bor degan olimdingizmi? Anladım. Bugün atla bayrami. Şuna bugungi uchrashishingiz bek muhim bo'lmasa, bugun kech lider bilan ko'rishgach, paranglashamiz deb o'ylagandim. Siz huquqingizni to'liq qalayimqa ishlatmang xislat mudir. Ha? Sizga maash berganda xalqning shaxsiy turmushiga aralashing deganlikdan derak bermaydi. Tushundingizmi? Bo'libmi? Bizning uyning ishiga qalayimqa aralashma. Sınav nereden bir bala değil oldu. İst. Ha, birden saqlatib qo'ydi makanda o'sha. İşvaqasın. Yaxshi oldu rahmat. Ha, ishvoz kaslamsa, ha? Ma'qul xo'sh. Ha, kızım. Tada, restorandan o'rin zakaz qilib qo'ydim. Kechda hammamiz birlik tamoq yesak qandaq? Ha? Sırt tamaklayımızma. Ay rahmat. Undaq qilishni nima hojati balam? Uyda tamoq yesak bo'ladi emasmi? Shundoq bo'lsa namsa. Kech ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ha, xo'sh. Oh. Qara. Ha. Au. Do'konda tursam xislat telefon qilibdi. Ha. Bugun otalar bayrami ekan.
Atalar bayramını tebriklep, restoran koyup tamak yemsek bulmaydı deydi qara. Oy Rasma. Ben bu ballarını küçükmüki desem, xeyli iş kaptı cuma. Hey Oka. Bugün kuyaş nereden çıkkanda o aldıraş ballarınga? Ben dedim, hamman öyde tamak tayarlavatıdı, öydeli yaylı desem. Vay hamman biz için aç tamak yetip, öy işlerini kılıp yerip gitti. Bugün meyman kılmasam bulmaydı deydi qara. Sağımı şunda köyünü diken bu ballar. Oy bırak Oka. Toydun ki nağır çağındaklı iş yoktu degine. Ben bugün için bir munca ners kıyarık setip aptı kenme. Vay ufkam. Şu gap mi de? Onu toğnat koysak koyaylı. Hatta ögün bir amallarını kıp yevertmem da. Mayli. Ben çıkıp tayarlı kılay. Boldu Oka. Ah hoşup ketgindi. Bugün xislat gidigen gittim toz ütüptü de. Vay. Nima? Vaqa yuz berdi? Vay. Nima? Bildim. Nazır baray. Ayfada. Liderchi. İşte doktor taşlardı. Bu qana o'g'ni. Siz yaranmag'ansiz? Yo'q, men cho'y yorolmadim. Shu liderdan uchrashuv ekan to'q. Mana shu tizayda qilibdi. Shundan ushtim tutmishdi. Qoldi. Yorinibsiz ha, peshonangiz. Shifrlab ketdi. Chaplaq-chaplaqsam o'sha. Direktor telefon qilmadi. Yo'q, xabar topqanmidi. Voy, doktor, yaxshimisiz? Bemorning ahvoli qandaroq? Hozir ahvol xil normallashdi. Yana bir kecha kunduz kuzatamiz. Agar cho'ng masala bo'lmasa, 2 kun ichida doktorxona chiqsa bo'ldi. Voy, yaxshi. Voy, sizning o'rningiz bor. Asirlab ketdi, asraq. Yurib, tanib qo'y. Bu vaqt telefonini tugab ketdi qo'yamdi. Qanday qilaman? Hadi. Ha? Sen bu yerda ish qilsan, mijozing yo'qmi? Voy yo'q, lider qatnashadigan uchrabdi ekan to'q. Shu aldirab tenabli kelishim. Qandaroq? Qoldi, xeyli yaxshi. Bo'lsa. Bu yer yuriysan-ku, uyda aram elib qolganda. Shundan men bu operatsiya qilgan bemorning ahvoli o'zgarib qoldi. Tuyuqsiz qaytib keldim. Hey, undaqda bugungi tomoq yeyishga bo'lmamsa, bugungi atla bayrami unutib qoldingmi? Bemorning ahvoli pek turaqsizmi, ayrılamayman. Men bu yerdan ayrılamayman. Liderning tuqqanlari kelgach bu yerdan ayrılsam qat'iy bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Uning ustiga telefonini to'kitib ketdi degina, Alloh qilshamayapman. Bunda qila, Qaysarga telefon urib atgan, dadam hammomlarni elib restoran bag'ish tursin.
Ben kendin baray. Cuma? Xizmat müdür. Lider çağırdı. Ha mana. Qaysarga cho'qim telefon urvat-a? sen beraymi? Unutib qolma, Cuma. Hamma qilamiz, yaxshi aram bering. Yaxshimisiz? Cesur. Voy. Qizlarni ko'paytmadek yaxshi narsalar bo'shibsiz. Eng yangisi qara. Mavo qanroq qildi, mavo yurak yashatdim, men uyqum yaxshi ko'rpaqni, aysi ko'rpaqni, ay. Ay ko'rpaqamsiz. Ay silqi. Ay to'xta. Sizning o'g'aval deyilanda cho'nglar o'rin bermaydi. Men yo'l xatada turibsiz. Menda undaq qildim. Oshtoq qilingizga yolg'onchi. Nimsa tutsa kim ko'ray. Sen Qaysarma? Ha? Saqchi. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayircamp. Qalg'ach markali sopun parashugi vatan erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalg'ach markali sopun parashugi. Bu sho'xliklar mendila. Bu go'zallik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarishig'i parilar ming rang lavsruxlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ne çık git taka. Ötkenini besalanı. Hazır keldi. Keldi vaqti bo'ldi. Voy bu kısa telefon vurmaydı o. İşten çıktığı vakti bu ne bak. Hem de ura. Ağa, apa? Voy sen miydin? Kila otur. Kela, voy. Xislat texish kelmabdi o. Voy şu hiç kelmaydi o. Hazır bir daha şu qatnashning taz jiddiy vaqtida. Rost, ashunday vaqt sadi. Yo'lda mashina ustiga mashina. Haqcham bir yerda to'silib qoldi. Balkim. Kelib qolar hozir. Ekran oldidagi hurmatli ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? O'sha ayol qirmaydi Men ayol. turmush programmasining Shu riyosatchisi. burunman boshunda. Hozirmi chiq o'zgarish yo'q. Turmush programimizda Voy aka, qerib turgani. Qerib turdi. Qarab baqa. Qo'rq bormi yo'qmi o'zida? Bo'lg'o grim qildi, shundaqmi? Yana xeli odam tinini bir daraxtga o'xshasa, qo'rqmi yo'qtirdi. dal mushu Ay nima yeydigandi bular? Artist qirmaydi degan gap rasmiy kitap qolinadi. Rost shu. Sening yeshing cho'ngmagandikin, osh ayoldek moda yursang bo'ladi asli. Parvar yasansa rostli ish tushidi. bo'yin umurtqasida nima sababdan kelib chiqdi? Uning oldini olish va davolashda nimalarga diqqat qilish kerak? Men shu olim. Kishilar hamisha haftada bir qitim zo'r miqdorda ko'ktat setilishga amroq keladi. Setib olgan ko'ktatlarni uylarga elib kelib,
asta saqlab istemal. Voy bo'ldi, hozir boray. Shuni bilishingіз kerak. Qaysi o'rinda? Bu ko'ktatni bir kun saqlasangiz, Mana, rahmat. Aka, nima ish yaptı? Ko'rman do'stlarning. Qaysarni soqchixonada deydi. Allohaydi. Voy, nima ish terg'andi bu juvoy nima? Mana, chapanni oldim, ochishni oldim. İsmi Qaysar go? Ha. Qaysar olim. Sen o şirket işlemsen? İşlemse? Akana o şirketde etiyenkli bağlan bugün. Benim bir dostum tanıştı olgan üyege. Dostunun ismi nima? Nima ish qildi? Onun ismi Adil. U men o şirket işleyme degan. Meni shu tanıştı olgan. Lekin aka, ularning o qonunsiz ishlari bilan mening faqat aloqam yo'q. Faqat bilmaydiganman. Ranacho, o'zini sherikim var? Rana? Aka, qaysi Ranan deysiz? U aldamchilik qilmoqda. Nima? Siz qanday qilsiz buni aldamchi ekanligini? Yo'q, demoqchi bo'lganim, buga uningda yo'l so'rgandim. So'rsam yo'lni xato deb turibdi. Bir kun talani bika aylanib yuribdiman. Men u balni oldiq faqat qo'ldagi narsani ko'rib qilib olgandim. Qonun xilab ish qildim aka. Adil deganmi shumi? Mushu. Ashbal shu. Meni bu shirkatga shu tanishdi olgan. Ular texmanda aytganlar 2010 yilda zakarat qilgandi. Bizlarning aqli tushkuni xil uzoq bo'ldi. Ham bir qism isbotlarni to'pladik. Sizning bu to'g'riliq ham bildiringiz bormi? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Men Urumchiga o'qishga taqib bugun kelgan. Men maktabga o'qishga kelgandim. Men u balning oldiga taqslarni oldindan kelib turgan. Kasal. Sen aldamchi uchrabsan. Bizni ular tutishni boshlashgan bo'lamdi. Ma'qul aka. Men cho'qim butun kuchim bilan sizlarga maslashaman. Lekin shu otini chaqaroq tepib, meni pulimni qaytarib kelgan bo'laman. Tekshirib ko'rdik, masala yo'q ekan. Bo'ldi, tushundim. Ahvolingizni egallab bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Boshqasiga rahmat. Sizlar bundan keyin tanmaydiganlar bilan bari kelib qolgan vaqtda diqqat qiling bo'lamdi. Rahmat aka. Bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Dada? Amsi yo'lda diqqat qiling. Yana oldinib yurmang. Bulamda? Rahmat. Eshik yo'q, bu bizning qishki ishimiz. Soqchi. Ha, men Qaysarning dadisi. To'xta, sizni birisi chaqirtganmidi? Miyadini surishtiring qani. Ma'qul, rahmat. Men Qaysarning dadisi. Bayim ishadin telefon qilib ekansizlar. Ha, ma'qul, men surish qilib boqay. Ha. Hey. Ha, hamma. Sizlar restorandami? Nima? Restoranda? Voy, restoranda nima ish qilatdiq? Dadam telefonlamaydi-ku. Voy, dadam hozir aldirash telefon ololmaydi. Nerede bulatdiq? Soqchixonada. Nima? Soqchixonada?
Buya nima ish qilasizlar? Nima ish qilyapti? Soqchixona o'ynaydigan yavg'an keyin toza o'ynayapmiz. Amma Siz ayarga o'tirib birdan saqlab turam. Ha, ma'qul. Rahmat. Saqlab tur. Siz doktor, bemorning ahvoli tez tushib qoldi. Nima? Qaysar? Nima ish qildi? Yana birisi bilan urushdingmi? Ay, nima ish qildi? Siz Qaysarning dadisizmi? Ha, men shu. Ha, yaxshimisiz? Ana hammasi. Bizim aldamchilik televizyon tekshiryapkan. Voy Qaysar, nima aldamchilik qilding? Voy sachchik. Əsirmang. Oğlunuz bir şahlatıb setiş təşkilatına çetilib qapdı. Buğumuz yan uçurğıçı. Qattiq xapo'manglar, fikrlarim sizlarga avorchilik deb beribdimiz. Men mush balani yaxshi tarbiyalanmay qaptiman. Dada, sen nimaga apple so'raysan? Anladingmi? Men bu ziyon uçurğuchi, yo seni gunoh bo'lsa. Sen jim tur. Sen mening o'g'lim bo'lgandan sen qilgan xatolik shu, men qilgan xatolik o'xshash demoqchiman. Qaysarning to'g'ri deydi. Buğumuz yan uçurğıçı. Biz bu televizyon tekshiryapqan xil uzun bo'ldi. Hozir asosan isbot to'liq. Biz amalmam shu ziyonga uçurğıçının ziyonini eng tubaga tushiramiz. Hozir aldamchilarmish Qaysarga o'xshash yan o'xshib bitgan yosh bolalarni ko'zlayotdi. Buni diqqat qilsin. Ma'qul. Ha, unchilik bo'ldi. Ma'qul. Rahmat ukam, rahmat. Qaytsanglar bo'ldi. Biz qaytaveraylik, ha? Ah, mana. Qaysar. Kelmaydi. Shu. Hech ketmay bu yerda turibsiz-ku. Na ketadim. Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, bu chaq maktabga o'rilish bo'lardim. Hay bolam Qaysar, bu qiz kim o? Voy, bu Tinchlikmi? Men yurtda Urumchiga til o'rgangil kelgandim. Baya shu bog'chada saqchilamush yigit bilan tang tutib keldi. Ha, shunda bo'ldi. At deganlar mush qiz uchrab, nasbasini tug'an meni. Sizni nasbasimi, menimi? Sizni kasabitingizning saqchixonaga birinchi qatim kirib qolishim. Xijil bo'lmaymen deydi. Qaysar, nima gap bu? Ha, dada, bu menda avtobusda yo'l so'rasam, yo'lni xato deb bir kun bekor ketdi. Hey! Bardiq ayringizni o'zingiz topolmay, endi men dikkamoqchiman. Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, mushishlar yo'qdi. Ha. Buni o'zingiz bo'lgandan keyin o'zingizni ko'ring. Bo'ldi. Bular bu yurtda tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Voy, biror tunishimiz bo'lsin, bordi? Yo'q. Amisa, nega borsiz hozir? Asli maktabga boratdim, lekin bu kechida maktabga bormadimman. Biz bilan ketib, bizning uyda bir oqshom qo'nib, aytib bering, bulamdi. Yo'q, bo'ldi, rahmat, unda qilsam bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Bu kechida nelar juratdingiz? Ay, tatmisiz bo'laverdi. Uning ustiga Qaysarning kasabatidan kechikib qolibsiz emasmi? Sizni tashlab qanday ketimiz bu yerda? Juron. Ha. Voy, ansirmam qizim. Voy, biz askadamlardan emas, xotirjam bo'lsangiz bo'laverdi. Ha, juron. Juron. Hozircha bemorning ahvoli turaqlashdi. Davomli ko'z ishab beramiz. Ha, juringlar. Mena bolam, mena. Mushu bizning uy bolam. Udul dikisi parvarachingizning uyi. O yalğız olğandan keyin siz parvarachingiz bilan turavering, ha? Albatta shundoq bo'ldi, bolam. Ha? Men bilib turibsiz. Aka, amsam charchab qolding, baldiroq dama olginchi. Ay, parvar. Bolalarning qo'sig'i bir yak berib qoldi. Sen oldida qachida bir narsa qil.
Endi men ketiverdim Cuma. Senin qo'sig'ing qanda? Qo'sing to'q tamoq yeb olgan. Ha, baldiroq Ay Mo'min. Ma chamadonni mening uyimga akirib kirib, uningdan keyin ketgina. Ha, ma'qul. Ketaman. Ma'qulamiz aka. Men bir kiyimlarimni yo'tkab, ikkita chiqaychim. Ha, ma'qul. Ma'qul, xo'sh emsa. Ha, xo'sh. Sizlar suvxonaga kirib, qo'llaringizni yuvib, tayoq tayyorlik qilinglar bular. O'tavering bular.